Bu qovunni dagaro degan nava. Ekish jarayoni martda 15-larda ekkanmiz aka. Bugun mana 14-15 may bo'lsa, oldi qovunimiz pishdi. 3-4 kunda sotuvga chiqarish niyat bor ekan. 3 yildan beri ekyapmiz. Hozir mana bir yil ekkanimiz 1,5 gektar yerga ekkanmiz. Daromadi endi qancha erta chiqsa shuncha ko'proq bo'ladi. 3-4 kunda chiqadigan bo'lsa, yerda bir kilosi 20 ming, 25 ming atrofida chiqadi. Hektaridan 150 million, 200 million daromad qilsa bo'ladi. Necha gektar ekansizlar? 1 gektari 40 sotik, salkam 1,5 gektar. Texnikada agregat qilinadi. Keyin qo'lda bunaqa kilyonkasini ariqda yopma kilyonka qilinadi. Keyin ko'chatda ekib chiqib, ustidan egama qilib, egamadan ikkinchi qavat kilyonkasi yopiladi. Issiq sovuqqa qarab havo almashtiradi. Kunda har kuni kelib xabar olinadi. Eng zo'ri nima aytaymi qovunchilikda? Ertaman tong sahar kelganingizda qiyda taralib, for etib turganda maza qilib olasiz. Deb pichoq torsangiz, tirs etib yorilsa, buni gashti boshqacha. Maza qilib olasiz. Nasib qilsa daromadga kiryapmiz mana. Oldin handalay bo'lardi bu qovun kelishidan oldin, endi hozir handalaylar yo'qib ketdi, birov ekmay qo'ydi. Endi shu qovun ekilyapti handalayda unday. Obnavot, shakarpala qovunlarda ham mazasi shirin, handalayda hidi bor, endi mazasi yo'q edi. Endi o'shaning uchun buni ham hidi ham bor, ham mazasi ham bor. O'shaning uchun shu qovunga hamma o'tib ketildi. Eng muhimi birinchi bo'lib erta kunda pishib bozorga chiqadi. Daromadi yaxshi. Erta kunda daromadga kiriladi. Tez sug'oriladi, ko'p sug'oriladi. Shakarpala, obnovatga o'xshab kam suv bas, bu ser suv narsa. Toruzga o'xshab ko'p suv ichadi. 2 kun, 3 kunda bir sug'orilaveradi. Pishishni boshlasa yaqin 1 oyga bormaydi, 20 kun, 25 kunda tugaydi. Undan ag'iga endi o'sha shakarpala, obnovat qovunlar chiqishni boshlaydi. Bir tub ko'chatingizdan shu 5 kilo, 6 kilo beradi. Gektariga 10 mingta ko'chat ketadi ekan. Daromadi kilosi hozirgi kunda 30 ming tepasida chiqyapti. Kundan kunga endi ko'paygan hisobiga narxlar tushib boradi, arzonlashadi. Qashloqqa kelinglar qovun yegan, mana kutamiz. Xudo xolasa mana qovunlarimiz pishdi, oldi qovunlarni terishni boshladik.